Assalomu alaykum mushtobdagi qarindoshlar. Endi bir millatchilik nuqtasidan elib aytsak, tarixda millatlar qandoq o'tgan, qaysi millat qanchalik ilg'ordi, qaysi millat qandoq yashayotganda, qaysi millat qandoq holatlarni beshidan o'tkazyotdi. Bularni surishtirib kelsak, shu Muhammad alayhissalomga payg'ambarlik vahiy kelgan shu davrlarda bizning Turpan Idiqut Uyg'ur xandonliklari bor. İsmini to'liq atayamagan bo'lsam tuzab qo'ysanglar bo'ldi. Idiqut Uyg'ur xandonligi bor shu chaqda. Biz davlatlish bo'lgan, shaharlish bo'lgan shu arablar qo'ng'i ishdan kelmagan vaqtda biz shaharlish bo'lgan madaniyatlik ashunda bir millat. Bizning ulardan bir madaniyat o'rganish, axloq o'rganish, qanday yetib qopashni, mengish turishni o'rganigidek halimiz yo'q. Biz ular shu qo'ng'i ishdan kelmagan vaqtda biz ashunda taraqqiy qilib bo'lgan bir millatmiz. Ular bizdan o'rgansa bo'ladi. Agar madaniyat, urf-odat o'rganish, insonlik o'rganish to'g'ri kelgan bo'lsa. Bu yerda shu ashunda qaloq qolgan jamiyatning, orqada qolgan shu jamiyatga Allah Muhammed alayhissalomni eng oxirgi payg'ambar qilib tanlab uningdagi shu jamiyatni mijozisi uyg'otgan. Shu jamiyatni haqiqiy bir insondek yashaydigan, e'tiqod sabablik, urf-odat sabablik bir-birini o'ltamay, o'rtaq hamma odam o'zining diniy e'tiqodiga hurmat qilishib, bir jamiyat barpo qilib, shaharlashib, davlatlashib yashashni shu Muhammad alayhissalom orqali, eng oxirgi payg'ambar orqali Alloh shularni ashundoq yetaklab hozirgidek holatga akeldi. Ya'ni shu Muhammad alayhissalom bilan ustun qildi desak bo'lamdi desa bo'ladi. Biz ashundoq ustun turayotgan sharoit ostida ularchi desa ana ashundoqdi. Biz islom dinini qabul qilish qilganlik, bizning uning madaniyatini qabul qilib olganlik. Islom dinini qabul qilishni shu madaniyatning o'zini qabul qilish deb o'ylab olsak bo'lmaydi. Islom dini boshqa bir narsa u. Din boshqa narsa, u Allohning insoniyat dunyosiga haqiqiy bir to'g'ri yo'lni ko'rsatib tushagan. Shu Odam alayhissalomdan tortib to Muhammad alayhissalomga kelguncha butun payg'ambarlarga tushagan shu din, haqiqiy insonlik shu. Eng oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalom arabdan chiqqandan keyin biz shu eng oxirgi samoviy kitob Qur'onga iymon keltirgandan keyin biz shu Qur'onda ko'rsatgan haqiqiy insonlik bilan yashaymiz. Onun madaniyati, urf-odati bizga din bo'lib, tengilib, eng oxirgi hisobda o'zimizning ne kirib qilayotganligimizni bilmay yashab ketib qolgan odamlar bor. Gapimni ishga bo'lay. Demak, endi siz degandek zaman qaytqini bo'lamdi desa, zaman qaytqini bo'lmaydi. Zaman qaytqini bo'lmaydi. Qur'on shu davrda tushgan bo'lsa-mu, hozirgi davrda desa insoniyat dunyosiga haqiqiy yetakchilik, haqiqiy insonligini ko'rsatadigan, ashunda rolini o'ynaydigan ashunda bir kitob. Shuning uchun u kitob o'zgartirilmaydi. U kitob haqiqiy insonlikni, haqiqiy insondek yashashni, davlat degan qanday bo'ladi, bir jamiyat degan qanday bo'ladi, qanday bo'lish kerak, insonlar o'zaro boshqa dindikilar bilan qanday yashash kerak, kimni dushman tutish kerak, kimni dushman tutmaslik kerak. Bu narsalarning hammani shunda chiroyli Qur'on ko'rsatib beradi. Ashundoq go'zal bir kitob qo'limizda tursa, biz shu kitobning o'zi bilan mangmasdan yuqorida degandek arabning urf-odatlarini, madaniyatlarini, shu davrdagi shu narsalarni, mayli hozirgi urf-odat bo'lsin, yo shu davrdagi shu urf-odatlar yurish-turishlari bo'lsin, shuni qaytaman deb, shuni Qur'on sunnat deb jar sog'inimiz bilan orqada qolganimiz qolgan. Endi bu yerda bir narsani qistirib qo'yay. Bir turkum odamlar bor. Angliyada bor, Gollandiyada bor, Germaniyada bor, bizning Norvegiyada bor, Shvetsiyada bor, Daniyada bor. O'zini bir taqvo bir musulmon qilib ko'rsatish uchun Afg'oniston islomiy jamiyat, Qur'on sunnat bo'yicha mengayotgan davlat, uningga til haqorat qilsak bo'lmaydi. Uningga gap qilishga bo'lmaydi. Kim Afg'onistonni Qur'on sunnat bilan mangmaydi deydigan dindan chiqadi deb so'zlab ketib qolgan odamlar
Odamlar dinning nima ekanligini bilmaydi. Aş Afg'oniston Qur'on sunnat bo'lsa, bu din qanday bo'lib qoladi? Qanday bo'lib qoladi? Shuni Qur'on sunnat deb o'zini taqvo ko'rsatib, o'zini nayt ixlos bilan musulmon qilib ko'rsatayotgan, mushu g'arb dunyosida yashayotgan ashu insonlarga 3 bolasi bilan ota-ona 5 jon odamga 200 ming dollardan 1 million dollar berayli, berib ashadi yasha desa yaşamaydı o. Putuğu islab oladı ma devletning. Eşek berib yaşa, ben seni vatandaşlıktan çıkarıp etay, eşek yaşa, manma pul desa ketmaydi. Ketmaydi. Asli şunu Qur'on sunnat da'vatgan bo'lsa, u pul bermisim ketgan bo'lsa bo'ladi, ko'pisini ko'tarib. Mayli Turkiyadagilar bo'lsin, mayli g'arb dunyosida ashundaq jar silib o'zini taqvo musulmon qilib ko'rsatayotganlar bo'lsin, hech qas ketmaydi, million dollar bersangiz ketmaydi. Nima uchun desa, u Qur'on sunnat emas u. U xotirjam bir narsa emas u. Qur'on sunnat unda insonning huquqini ayol bolalardan tortib, hammaning huquqini tortib olib, ma'lum bir turkum qatmallar insonlarni qul qilib yashaydigan bir sistemini o'tirga akab qo'ygan kitob emas. U Qur'on sunnat unda bo'lmaydi. Qur'on sunnat haqiqiy insonlikni o'tirib qo'ydigan, har qanday dindikilar o'zining diniy e'tiqodida yashaydigan, shu hamma millatning, hamma dindikilarning ustidan bir asos qonunni tuzib, shu qonun bo'yicha tinch bir jamiyat barpo qilishni Qur'on sunnat deydi. Shuni Qur'on sunnat deb jar silib, ashning gapini qilib qo'ygan odamni kofir qilib yetib qolgan, mushu munofiq sifat insonlar. Asli şu gibi de Rasul'su özü berip şu yerda yaşısı oldu. Hazır ben degandek 5 jonga 1 million pul verse 200 ming dollardan berip yaşamaydı ama devletlerinin puluğu islab oladi ular. Endi bu yerdagi muddao nima debsiz? O'zining muddaosining nimaligini bilmay, yomon cho'ng bir muddao bilan o'tirg'a chiqaqliq. Cho'ng bir muddao bilan Qur'on sunnat bo'yicha bir jamiyat barpo qilamiz, islomiy jamiyat barpo qilamiz degan narsa ig'izdili bor. Islomiy jamiyat degan qanday bo'ladi desa, ash necha vaqt niyog'i da'vat qilamizdek 3-4 narsani sanabli shuning bilan tugatadi islomiy jamiyatni. O'g'rining qo'lini kesimiz, zinoxorni chamni kesak qilamiz, murtadni o'ltiramiz, namoz o'qimaganni o'ltiramiz deydi. Islomiy jamiyat degan nima u? Islomiy jamiyat bir dinning ustiga qurilgan jamiyatmi? Din bilan boshqarilgan davlatmi yoki adolat bilan boshqarilgan davlatmi desa, islomiy jamiyat din bilan boshqarilgan davlat emas u. Din bilan boshqarilgan davlat emas, adolat bilan boshqarildi. Davlatning dini bo'lmaydi. Davlatning dini bo'lsa, boshqa dindikilarga yashash huquqi yo'q bo'ladi u chaqda. Davlatning dini bo'lsa, boshqa dindikilarning yashash huquqi yo'q bo'lib qoladi. Davlatning dini bo'lmaydi. Ali roziyallohu anhudan bizning davlatning dini bormi desa, davlatning dini yo'q, davlatning dini adolat debdiki. Nimishga shunda deydi desa, Qur'on boshqa dindikilarni kamsitmaslikni, boshqa dindikilarni e'tiqod sababli o'ltamaslikni, e'tiqodga zo'rilmaslikni, ularning muqaddisatlarga tegmaslikni, masalan kitoblarini ko'ydamaslik, ibodatxonalarini chaqmaslik, ularning ibodatxonalariga buzg'unchilik qilmaslik, uning e'tiqodiga aralashmaslik. Hamma odam o'zining diniy e'tiqodida tinch bir jamiyat barpo qilishni o'tirib qo'ydi. Demak, davlatning dini bo'lamdi desa, davlatning dini bo'lmaydi. Davlatning dini bo'lmaydi. Davlat adolatning ustiga quriladi. Haqning ustiga quriladi. Haqning ustiga qurish uchun qanday qiladi? O haq qanday bo'ladi desa, bütün odamlar shu Qur'on da'vatgandek bütün insoniyatning hammasining diniy e'tiqodiga hurmat qilib, bir jamiyatda bir qonunni tuzib chiqsiz. Shu qonun oldida hamma odam barobar yashaganni buni islomiy jamiyat deydi. Adolatning ustiga qurildi degan mana mushu. O'zi o muddaoni, yomon cho'ng bir muddaoni o'tirib qo'ydi. Muddaoning nima ekanligini bilmaydi. O'zining muddaosining nimaligini bilmay, ig'izda shunda bir necha narsani sanabli o'tirg'i chiqib oladi. Davlatni din bilan boshqaraman deydi. Davlat din bilan boshqarilmaydi. Davlatning dini bo'lmaydi. Davlat adolat bilan boshqariladigan narsa u.